O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar uchun keng imkoniyatlar berilgan. Bulardan unumli foydalanib kelayotgan kelajagimiz egalari bugungi kunda ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqda. Bulung'ur tumanining maktab bitiruvchilari ham a'lo o'qishi, bilim olishga intilishi natijasida bugun pul yutuqlari hamda oltin va kumush medallarni qo'lga kiritishmoqda. Ularning yutuqlari Bulung'ur tuman hokimi Samandar Astonov tomonidan tantanali topshirildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, bu yil Bulung'ur tumanida umumta'lim maktablarini jami 2620 nafar yoshlar bitirdi. Ularning orasida 122 nafar oltin, 17 nafar kumush medalni qo'lga kiritdi. 5 nafar bitiruvchi muddatidan avval xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalariga qabul qilindi. 159 nafar yoshlar xorijiy til sertifikatini, 346 nafar esa milliy sertifikatlarni olishdi. Respublika fan olimpiadasining viloyat bosqichida 11 nafar o'quvchi faxrli ikkinchi o'rinni egalladi. Tuman hokimi stipendiyasi 2021-2022 o'quv yilidan joriy etilgan bo'lib, bu yil 26 nafar bitiruvchi bunga sazovor bo'ldi va ularning barchasi muddatidan avval oliy ta'lim muassasalari talabasiga aylandi. Mana bugun tumanimiz doirasida o'tkazilgan yoshlar festivalida biz tumanimiz hokimi tomonidan oltin medallar bilan taqdirlandik. Buni kutmagandim, juda ham xursand bo'ldim. 11 yil ta'lim olganimiz davomida o'z natijasini bugun ko'rdik. Bunda hissa qo'shgan o'qituvchilarim hammasiga rahmat aytaman. Va o'quv yili davomida men o'z yo'nalishim bo'yicha ikkita sertifikat, milliy sertifikat hamda ingliz tilidan til sertifikatlarini qo'lga kiritdim va albatta kelajakda yurtimizga foydasi tegadigan yetuk farzand bo'lib yetishishga harakat qilaman va bugun bu oltin medalni tumanimiz hokimi tomonidan olganim uchun juda ham xursandman. Bu yil 11-sinf bitiruvchilarimizdan 122 nafari oltin, 17 nafari kumush medallar bilan tugatishga muvaffaq bo'ldi. Bugun Bulung'ur tumanida bo'lib o'tayotgan yoshlar festivalida bir nechta tadbirlar bo'lib o'tyapti. Mana shulardan biri jumladan 11-sinfni bitirayotgan oltin va kumush medallar bilan bitirayotgan o'quvchilar taqdirlanyapti. Yana an'anaviy tarzda har yili o'tkaziladigan hokim stipendiyasi sovrindorlari taqdirlandi. Shuni e'tirof etib aytish kerakki, hokim stipendiyasini olayotgan o'quvchilar har yili oliy ta'lim muassasalariga asosan grant asosida talabalikka qabul qilinyapti. Bu yutuqlar pedagoglarning mehnati, ota-onalarning qo'llashi va davlatimizning yoshlarga qaratilgan siyosatining natijasidir. Tadbir davomida tuman hokimi o'quvchilarning ota-onalariga alohida minnatdorlik bildirdi.